Amir Avtosavdoda Nexia 1 yaxshisi kelib qoldi. Ko'rishingiz mumkin, mashinamiz 1997-yilda ishlab chiqarilgan. Mashina lekin holati ideal holatda turibdi. Qimmat labo'ylar qo'yilgan, TV past LED faralar qo'yilgan, chiroyli qilib qo'yilgan ekan mashina qora bufurda. Legendarniy bo'lib turibdi. To'rtta yaxshi balonda turibdi. Mashina salonlarini ham ko'rsataman. Salonlari ham akkuratniy ekan, yaxshi qo'llar, obshipkalari ham qilingan, Lacetti rollar qo'yib qo'yilgan. Chiroyli holatda turibdi. 485 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Tarkibida chexollargacha qo'yib qo'yishdi. Mashina minishga tayyor ekan. Sound Scrambler Lux Base konditsioner varianti, metan gazli uстановка bo'lgan. Orqa ko'rinishini ham ko'rishingiz mumkin. Mashina chiroyli holatda turibdi. Tashqi ko'rinishida qirilgan, chizilgan joyi yo'q. Texnik holatda ham hadovoyda mayda-chuyda ishi bo'lishi mumkin. Boshqa yerlari zo'r deyishdi. Mashinamiz siz xohlagan hujjat bo'lar ekan. Bu mashinamiz egalari bilan narxini tortishib, sizlar mazza qilib haydashingiz uchun $2450 tushirib